هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. سورة تحريم تفسيري 6. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvende diktanlağa İbn Kathir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Tahrim suresi 6. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ey müminler, özənglərini və balı çaqanlarını insan və taşla yıqılğı boluduğan, rahim qınmaydıgan, qattiq qol pərişlə müəkkəl boğan dövzəxdən saqlanlar. O pərişdilər Allah'ın buyruğundan çıxmaydı. Nimiga buyurulsa şunu icra qılıdı. Ey kafirlar, bugün özrü eytmanglar. Sizler faqat qilmishinglarning jazosini tartisizlar. Ey müminler, Allah'a samimiy tavba qilinglar. Umidki Rabbinglar sizlarning gunohinglarni yo'q chiqirdi. Sizlarni ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizadi. U kunda, ya'ni qiyomat kunida Allah payg'ambarni va onun bilan birga bo'lgan mu'minlarni rasvo qilmaydi. Ularning nuri ularning oldida va o'ng tarafida yurdi. Ular, ey Rabbimiz, bizga nurimizni mukammallashtirib bergin. Bizga mag'firat qilgin. Sen bo'lsang haqiqatan har narsaga qodirsan deydi. Bola chaqalarni adab, axloq ve din terbiyesi bilen terbiyeleş doğrusida. Ey müminler, özənglərini ve balı çaqanlarını insan ve taşla yıqılğı boluduğan, rahim qınmaydıgan, qattiq qol pərişlə müəkkəl boğan dövzəxdən saqlanlar. Bu ayet haqqında Ali ibn Abu Talha ibn Abbas'ın mundaq deganligini rivayet qiladi. Allah Teala'ga taat ibadet bilen amel qılınlar. Allah Teala'ga asilik qilishdan saqlaninglar. Bola chaqalaringlarni Allah'ni yod etishga buyuringlar. Shundaq qilsanglar, Allah sizlarni dovzaxdan saqlaydi. Mujahid mundaq deydi. Allah'a taqvodorlik qilinglar. Bola chaqalaringlarni Allah'a taqvodorlik qilishga tavsiya qilinglar. Qatada mundaq deydi. Sen ularni Allah'a taat ibadet qilishga buyurishing, Allah'a asilik qilishdan to'sishing, Allah'ning buyrug'i bo'yicha ularga qarata ustundagi vazifani ado qilishing. Ularni Allah'ning buyrug'ini ado qilishga buyurishing va ularning Allah'ning buyrug'ini ado qilishga yordamlashishing kerak. Agar ularning Allah haqqida gunoh qilayotganligini ko'rsang, ularni shu gunohdan to'sishing va chekilishing kerak. Zahak va muqotil qatorliqlarmi mujunga o'xshash ma'noda dedi. Musulmonlarga o'zlarining bola-chaqalariga, urug' tuqqanlariga, dedaklariga, qullariga Allah farz qilgan narsalarni o'gitish va Allah to'sgan ishlarni o'gitish vazifasi yuklangan. Bu oyatning ma'nosini İmam Ahmed, Abu Davud, Tirmizi qatorliqlar rivoyat qilgan tövendiki hadis ta'kidlaydi. Rabi ibn Sabir otasidan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bolalar 7 yoshga kirganda ularni namoz o'qishga buyuringlar. Ular 10 yoshga kirganda ularni namoz o'qishga zo'rlanglar. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Dövzəxning yiqilğulları və onu başqurğucu pərişlər doğrusida.
inson va taşlar yiqilg'i bo'ladigan, ya'ni davzaqning o'tin o'rnida ko'ydigan yiqilg'ilari Adem avlodining taplari va taşlardan iboratdir. Bu taşdan mushriklar cho'qingan butlar ko'z tutildi degan qarashmi bor. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: "Ey mushriklar, haqiqatan sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan narsanglar bilan davzaqqa yiqilg'i bo'lasizlar. Sizlar davzaqqa kirsizlar." Mas'ud, Mujahid, Abu Ja'far, Baqir va Suddi qatorliqlar davzaqqa yiqilg'i bo'ladigan taşlar gungurt poqidan iborat taşlardir dedi. Mujahid, bu taşlardan tapdimmi bakrak ses qipiroq chiqadi degan so'zni qo'shib qo'ydi. Rahim qilmaydigan qattiq qo'l farishtalar muakkal bo'lgan, ya'ni ular Alloh taologa kofir bo'lganlarga qarata dillarida rahim shafqat degan narsa qolmagan, qo'pol, intayin qattiq qo'l, chiroyi qo'rqinchliq va yirginishlik farishtalardir. U farishtalar Allohning buyrug'idan chiqmaydi. Nimaga buyurilsa, shuni ijro qiladi. Ya'ni Alloh taolo ularni nima ish qilishga buyursa, ular shuni ko'zini yumib ochqanchilik vaqtni kechiktirmasdan nihoyat tezlikda ijro qiladi. Ular buyurilgan ishni qilishga qodirdir. Ular uni qilishga hech zo'rlanmaydi. Ular zabaniya deyiladigan farishtalardir. Alloh taolo bizni undaq oqibatga qilishdan saqlasin. Amin. Ey kafirlar, bugun o'zri aytmanglar. Sizlar faqat qilmishinglarning jazosini tortisizlar. Ya'ni qiyomat kuni kafirlarga o'zri aytmanglar. Sizlardan o'zri qabul qilinmaydi. Sizlar bugun faqat qilmishinglarga qarata jazolanasizlar deyiladi. Samimiy tavba qilishga rag'batlantirish to'g'risida. Ey mu'minlar, Allohga samimiy tavba qilinglar. Ya'ni haqiqiy va rost tavba qilinglar. Shunda qilsanglar, Alloh sizlarning ilgirki gunohlaringlarni o'chirdi. Sizlarning bu tavbanglar ilgari qilgan razil ishlaringlardan sizlarni qo'l uzdirdi va to'sidi. Umidki Rabbinglar sizlarning gunohinglarni yo'q chiqirdi. Sizlarni ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizdi. O kunda, ya'ni qiyomat kunida Alloh payg'ambarni va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarni rasvo qilmaydi. Ularning nuri ularning oldida va o'ng tarafida yurdi. Ular: "Ey Rabbimiz, bizga nurimizni mukammallashtirib bergin, bizga mag'firat qilgin, sen bo'lsang haqiqatan har narsaga qodirsan" deydi. Sura Hadid'mi bu nur haqida so'zlanib o'tildi. Mujahid, Zahak, Hasan Basri va boshqalar mundaq deydi: Mu'minlar bu so'zni qiyomat kuni munofiqlarning nurining o'chib ketganligini ko'rganda aytadi. Imom Ahmad Bani Kanana qabilasidan bir odamning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Makka fathi bo'lgan yili payg'ambar alayhisalomning orqada namoz o'qib etib, uning "Ey Alloh, qiyomat kuni meni rasvo qilmagin" deganligini angladim. Ey payg'ambar, sen kuffarlar bilan va munofiqlar bilan kurash qilgin. Ularga qattiq muomala qilgin. Ularning joyi jahannamdir. Jahannam nima degan yomon joy? Alloh kuffarlarga ularning mu'minlar bilan tuqqanchiligining foyda bermasligida Nuhning ayolini va Lotning ayolini misol qilib ko'rsatdi. Ular bo'lsa bizning bandilarimizdan ikki yaxshi bandimizning amrida edi. Ularning ikkilisi erlariga iymon etmaslik bilan xiyonat qildi. Ularning erlari, ya'ni Nuh bilan Lot, payg'ambar turuqliq ulardan Allohning azobidan hech narsani daf'i qila olmadi. U ikkisiga
dövzaq kirgüçiler bilen birli kiringlar deyildi. Kafirlarga ve münafıklarga karşı cihad qilishga buyurganlık to'g'risida. Allah Teala bu ayette Peygamberi Muhammed aleyhisselamni kafirlarga karşı qurolliq cihad qilishga, münafıklarga karşı İslam jazo qonunlarini icra qilishga buyurdi ve mundaq deydi. Ularga dunyoda qattiq muomala qilgin. Oxiratda ularning joyi jahannamdir. Cehennem nimi degan yaman joy? Allohning dargohida mu'min kafirga qanchalik yaqin tuqqan bo'lsa-mu, lekin Allohning dargohida bu tuqqandarchilikning asqatmaydiganlik to'g'risida. Allah kuffarlarga ularning mu'minlar bilan tuqqanchiligining foyda bermasligida Nuhning ayolini va Lotning ayolini misol qilib ko'rsatdi. Yani Allah Teala bu ayette kafirlarning musulmonlar bilan aralashib yashaganligini ve ular bilan tuqqan ekanligini, agar ularning dillarida iymon bo'lmasa, ularning musulmonlar bilan aralashib yashaganligining ve ular bilan bo'lgan tuqqanchiligining Allah'ның dergahida hech narsaga asqatmaydiganligini mundaq bir misol orqali bayon qildi. Nuh aleyhisselamның ayoli bilan Lot aleyhisselamның ayoli bo'lsa, bizning bandilarimizdan ikki yaxshi bandimizning amrida edi. Ya'ni ular ikki payg'ambarning amrida edi. Ular bu ikki payg'ambar bilan kech-kunduz paranglashadi. Birga yeb ichatdi, yetib qopatdi. Atrofidagi boshqa kishilarga qaraganda alohida darajada yaqin o'tadi. Biroq ularning ikkilisi erlarga iymon etmaslik bilan xiyonat qildi. Ya'ni ular Allohga iymon etishda erlarga qo'shilmadi. Erlarining payg'ambarligini tasdiq qilmadi. Allohning azobi kelganda ularning erlari bilan bo'lgan yaqin tuqqanchiligi va aralashishlari hech narsaga asqatmadi va ulardan azobni to'sib qola olmadi. Ularning erlari, ya'ni Nuh bilan Lot payg'ambar turuqliq ularning kafir bo'lganligi uchun Allohning azobidan hech narsani dafi qila olmadi. U ikkisiga dovzaxga kirguvchilar bilan birga kiringlar deyildi. Allah Teala'nın ularning ikkilisi erlarga iymon etmaslik bilan xiyonat qildi degan oyatida u ayollarning erlariga qabih ishlarni qilib xiyonat qilganligi emas, balki ularning dinda xiyonat qilganligi ko'z tutildi. Chunki payg'ambarlarning ayollari payg'ambarlarning hurmati yuzidan qabih gunohlarni o'tkazib selishdan saqlangandir. Bu vaqtda Sura Nurda to'xtalib o'tdik. Avfi ibn Abbas radiyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qiladi. U ikki ayolning xiyonati shuki, ular erlarining dinida emas edi. Nuh alayhissalomning ayoli uning sirlaridan xabardor bo'lib turadi. Agar biror odam Nuh alayhissalomga iymon keltirsa, u ayol Nuh alayhissalomning qavmining zo'rmigarlarga xabar qilib qo'yadi. Lot aleyhisselamның ayoliga kelsak, agar Lot aleyhisselam biror odamni mehmon qilsa, u ayol shahardagi yomon ish qiladigan odamlarga xabar qilib qo'yadi. Zahak ibn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Hech bir payg'ambarning ayoli eriga stil jihatda xiyonat qilgan emas. Nuh aleyhisselam bilan Lot aleyhisselamning ayollari ularga faqat dinda xiyonat qilgan. Ekrema, Said ibn Jubayr, Zahak ve başqalarmu bu haqda shunga o'xshash degan. Allah iymon etganlarga Fir'avnning ayolini misol qilib ko'rsatdi. O'z vaqtida u: "Ey Rabbim, dargohingda menga jannatdan bir uy bino qilgin. Meni Fir'avndan va uning yomon amalidan qutuldirgin. Meni zalim qavmdan qutuldirgin" dedi. Hamda İmronning qizi Maryamni misol qilib ko'rsatdi.
u numusini saqladı. Onunğa bizning tarafimizdan bo'lgan ruhni puyladik. Dem uning ichiga kirib Aysaga homildor bo'ldi. U Rabbining so'zlarini va nozil qilgan kitoblarini tasdiq qildi va Allohga itoat qilguvchilardan bo'ldi. Allohning dargohida kafirning mu'miniga ziyon yetkazolmaydiganligi to'g'risida. Alloh taolo bu misolda agar mu'minlar kafirlarga muhtoj bo'lgan taqdirda ular bilan aralashib o'tsa, ular bilan aralashganlikning mu'minlarga ziyon yetkazolmaydiganligini misol qilib ko'rsatdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: mu'minlar mu'minlarni qo'yib kafirlarni do'st tutmasin. Kimiki shunda qiladigan, u Allohning do'stligiga erisha olmaydi. Ulardan qo'rqib do'stlik izhor qilishinglar buningdan mustasno. Qatada mundaq deydi: Fir'aun zimin ahli ichida eng uchiga chiqqan tarsa va ashaddiy zolim kafir edi. Allohning nomi bilan qasamki, uning ayoli Rabbiga itoat qilgan chaqda erining kufri uningga hech ziyon yetkazolmadi. Bu Alloh taolaning adil va hikmat bilan ish qilguvchi ekanligini, hech kimni boshqa birining gunohi bilan jazolamaydiganligini insonlarning bilishlari uchundir. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Ibn Jarir Salmonning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Fir'avnning ayoli quyoshning issiqligida azoblanadi. Fir'avn uni oftobga tashlab qo'yib ketsa, farishtalar qanotlari bilan uning ayoliga soya tashlaydi. U ayol o'ziga beriladigan jannatdagi qasrni ko'rib turadi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Ibn Jarir Qasim ibn Abu Zaraning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Fir'avnning ayoli kim g'alaba qildi deb so'raydi. Uningga Musa va Harun g'alaba qildi deb javob beriladi. Ondan u ayol: "Men Musa va Harunning Rabbiga iymon keltirdim" deydi. Fir'avn ayolining yeniga odamlarni avatib ularga: "Eng cho'ng qo'ram tashlarni izlab tepinglar. Agar ayolim gapida yanada ching tursa, u toshni uning ustiga ilib qo'yinglar. Agar u gapidan yansa, u yanada mening ayolim" dedi. Ular ayolning yeniga kelganda, u osmonga qarab jannatdagi qasrni ko'rdi. Shuning bilan u gapida ching turdi. Uning muborak jini qabz ruh qilindi. Tosh uning jonsiz badanining ustiga elindi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Öz vaqtida u: "Ey Rabbim, dargohingda menga jannatdan bir uy bino qilgin. Meni Fir'avndan va uning yomon amalidan qutuldirgin. Ya'ni men uningdan va uning amalidan qutulib, sen tarafga xolis holda yuzlanay. Meni zolim qavmdan qutuldirgin" dedi. degan edi. Bu ayol Muzahimning qizi Asiya radhiyallohu anhadir. Hamda Imronning qizi Maryamni misol qilib ko'rsatdi. U numusini saqladi. Uningga bizning tarafimizdan bo'lgan ruhni puyladik. Dem uning ichiga kirib Aysaga homildor bo'ldi. Ya'ni u iffatlik va pok hur ayol edi. Alloh farishta Jibrilning vositasi orqali uningga ruhni pulidi. Alloh Jibrilni uning yeniga avatdi. Jibril qomatlik kelishgan inson suratida uning yeniga bordi. Alloh taolo uni og'zi bilan Maryamning ko'ynikining yaxshining ichki tarafiga puylashga buyurdi. Puylangan dam uning bachchidoniga kirdi.
Şunun bilen o İsa aleyhisselamga hamildar boldu. Şuna Allah Taala mundaq deydi. Onunğa bizning tarafimizdan bo'lgan ruhni püylüdük. Dem onun içine kirip İsa'ga hamildar boldu. O Rabbinin sözlerini ve nazil kılgan kitaplarını, yani oldun ala orullaştırışını ve şeriat belgelemelerini tasdik kıldı ve Allah'a itaat kılgıçılardan boldu. İmam Ahmed İbn Abbas'ның mundaq degenligini rivayet kıldı. Peygamber aleyhisselam yer üstüge 4 sızık tartıp andın sahabelerge. Bu sızıkla nimidin derek berdi dedi. Ola Allah ve onun peygamberi bilidu dedi. Peygamber aleyhisselam cennetke kiradigan en afzal ayollar Xuvaylidning qizi Xadicha, Muhammadning qizi Fatima, İmronning qizi Maryam ve Muzahminning qizi Fir'avnning ayoli Asiya qatorliqlardir dedi. İmam Buxoriy ve Müslim Abu Musa Ash'ari'den Peygamber aleyhisselamның mundaq degenligini rivayet kıldı. Erlerden nurg'unlari her cihette kemaletga yetdi. Ayollardan faqat Fir'avnning ayoli Asiya, İmronning qizi Maryam, Xuvaylidning qizi Xadicha qatorliqlar kemaletga yetdi. Shek shubhisizki Aishaning başqa ayollarga qaraganda ortiqchiligining bo'lishi sarid, yani sho'rpaga chilangan nonning başqa tamoqlardan ortiq bo'lganligining misolidir. Alhamdulillah. Şunun bilen Sure Tahrimning tafsiri tugidi. Cemi hamd sana ve medhiye Allah Teala xosdir. Kelar qitimda Sure Mulk tafsiri 1-oyatidan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.